yilda Buxoroning Afshona qishlog'ida tug'ilib, 1037-yili Hamadon shahrida vafot etgan. Alloma falsafa, tibbiyot, mantiq, musiqa va boshqa fanlarga doir 450 dan ortiq asar yozgan. Ibn Sinoning tibb qonunlari asaridan 800 yil mobaynida Sharq va G'arbda tibbiyot sohasida asosiy qo'llanma sifatida foydalanilgan. Alloma Yevropada Avitsina va Sharqda Shayxur Rais nomlari bilan mashhur bo'lgan. Ibn Sino olimlar peshvosi va tabiblar podshohi kabi yuksak unvonlar sohibi bo'lgan. Insoniyat tarixida ko'z jarrohligi amaliyotini birinchi bo'lib Ibn Sino amalga oshirgan. Suyakni gipslash orqali davolash usuli ilk bor Ibn Sino tomonidan qo'llanilgan. Alloma davolash jarayonida 396 ta dorivor o'simlikdan foydalangan bo'lib, ular hozir ham tibbiyotda keng qo'llaniladi. Oyda Ibn Sino nomi bilan ataluvchi krater mavjud. Biz o'zbek xalqi Ibn Sinoning avlodlarimiz.